Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muddus kanal obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, Chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari, Simental, Shved. Xullas, boqma buqani zo'rini ertaga o'zgartirib, xudo xolasa yaxshi pulga sotaman deb, boqaman deb niyat qilayotgan akalar, ukalar. Akalar, Andijon viloyati, hop, Asaka tumani Axtachidamiz, ya'ni sement baza. Ko'pchilik akalarimiz biladi, sement baza, ko'mir baza bor, mahallalarga tarqatilgan ko'mir bazani yonida Qobiljon ukamizning mini fermalarida sotiladigan yangi partiya mollar bor. Bilasizlar, bu yerda akalar bitta ikkita qilib to'plab 1 oyda bir, 1,5 oyda bir qilib video qilamiz. Mollarni sinaladi, keyin sotuvga qo'yiladi. Bugun ham xudo xolasa akalar shunaqa bir sinovlardan o'tgan. Hali kecha bugun boylangan emas. Eng kamida bir hafta 10 kun olib, 10 kun oldin baylanib, xudo xolasa sotuvga qo'yilayotgan mollar akalar. Xo'p, akalar, soni, sifati, to'liq ma'lumotlarni video davomida tushuntiramiz. Agar videolarimiz ma'qul kelib, mehnatimizni qadrlab qo'ysanglar, bir donadan like'larni bostiringlar. Kommentariyada izohlar bo'lsa qoldiramiz. Qolgan ma'lumotlarga ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaveramiz akalar. Akalar, lokatsiya manzillarni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. O'tib obuna bo'lib, xudo xolasa batafsil ma'lumotlarni olsanglar, telefon qilib bo'laveradi akalar. Laykni bosinglar, biz boshladik. Qobiljon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Obunachilarga charchamayapsizmi? Suyimsiz? Ishlaringiz yaxshimi? Zo'r aka, rahmat. Nima gaplar? Yana to'planib qoldi 1 oy deganda. To'plandi. 1 oycha bo'ldi? 1 oydan o'tdi. O'tdimi? 1,5 oy bo'ldi menimcha. 40 chiqdi deb qo'ying-da. Ha, 40 chiqdi. 40 chiqdi. Bu yoq yirilashib ketdi-yu, naryoqdan sekin keldik akalar. Ya, Bu yeydi. yoqda katta mollar bor yana. Xo'p, nechta bo'lyapti hozir Qobiljon mollarimiz? 14 ta. 14 ta? Aha. Nima qilaylik? Qayerdan gaplashib ketaylik? Mashinadan ketaveraylikmi? Mana bu kichkinalardan boshlaylik. Mashinadan ham? Mana bu ekov. Metringiz bor ekan-a? Metr ham bor aka, o'lchab beraveramiz. O'lchab ketaveramiz akalar. Xo'p. Mollar yeyishi nima deymiz? Boshda aytib qo'yaylik. 10 kun kafolat beramiz. Salkam dehqonchilik. Ha, o'zim bahaykan mol. Jonivor. Xo'p. Mana shu temirni 120 deb oladigan bo'lsak, mana shu buqalarimiz 120 chiqish kerak-a? Nega 115 plyusda urar. Bitta o'lchaychi mana shunga. Emas, temirni o'lchab qo'ying, hech bo'lmasa. Temirga qarab aytib ketaveramiz agar. Bu Rostmana 20. 20 ni 18 ga olishaversan aka. Bo'ladi. Temirimiz rostdan 20 ekan o'zi, ha? Qarang. Endi mana shu tomonni bunday qilaylik, 120 lik mollar deylik. Nima dedingiz? Haligi 1-2 sm iyog'i buyog'i qiziq bo'lsa o'lchab berasiz. To'g'ri. Buyog'i baland endi undan ko'ra. 125 atrofida. Mana hisob chiqdi akalar. Mashinadan buyog'i 120, buyog'i 125 atrofida bo'yi qiziq bo'lsa. Xo'p, buni hozir bitta savdo qilib ketaveramizmi? Yo'q, ikkita jup aka, mana bu bilan mana bu jup aka. Yonida sherigi jup. Mana bu. Boqalarni ham ko'rsataylik mana shuni. Mana aka, bo'yinlar o'zi chiqib qoldi. Organizm tushmaganligi uchun nima qilay? Tosh ko'taryapti bu yog'i. Yem ko'taryapti. Mana akalar, Qirg'iziston parodi ekan. Ikkovi ham, ha? Ikkovi ham Qirg'iziston mana. Ikkovi ham Qirg'iziston parodi bo'ladi akalar. Xo'p, Qobiljon nech pul so'raymiz bu ikkoviga? Ikkoviga aka 39 million kami bor. 39 million. 19,5 milliondan. 19,5. 19,5 milliondan 39 million kami bor. Hali xayri kami 50 ming, 100 ming emas. Ya 50 ming, 100 ming emas aka. Chiroyli so'rash olaveradi. Qo'yamiz aka. Qo'l ushagandikki. Bo'ldi. Akalar, kelasizlar, savdosini qilasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib, dastavka muammo emas. Dastavka vodiy bo'ylab qo'yib beramiz aka. Vodiy bo'ylab qilib beriladi. Xo'p. Bu ham ikkovi endi? Ha, bu ham ikkovi aka. Mana akalar. Ular endi sal kattaroq shekilli, ularga nisbatan katta, eti ham balandroq deymiz. Ular akalar, narxlarga qaraganda bir 30 kilo, 50 kilo farq qilmasak bo'lmaydi, bular katta buqalar. Mana jonivor. Bularni 3 tasini qo'yaveramiz aka. 3 top ketdi. Olasa 3 ta, olasa gibrid tadbirini qo'yamiz. Mana jonivor. To'qolidan so'raganlarga. Akalar, uchovi ham paltarashga 1,5 yashar atrofida yemga tayyor. Hozir ham yeb turibdimi endi bular? Ha, yeydi aka, yeb turadi. Quruq emas. Xo'p, bularga nech puldan so'raylik? Bularga aka 21 dan qo'yqisi yo'q. Kami bor aka. Uchoviga. Uchovi 21 dan kami bor. 21 million so'mdan kami bor. Dastavka endi gapirmaymiz, xudo xolasa mana akalar, dastavka plus. Mollarimiz xudo xolasa kichkina mollar emas.
120 xotirjamga kelaveringlar. Mana kichkinasini o'lchadik, 118 kelgan bo'lsa 120. Bu yoq xudo xolasa undan oshiq keladi. Lekin o'zini olaveraman desa-ki 20 millionga beraveramiz. Mana uni ham. Buni o'zini 20 millionga beraveraman. Lekin eti yaxshi menimcha naringga nisbatan, ha? Ha, naringga nisbatan yaxshi eti. Xudo xolasa. Eti yaxshi. Xo'p, Aytganimiz sotmaymiz aka. Ayrini qilib beramiz. xudo xolasa. Ha, akalar. Jonivor. Xo'p, bular uchovi ketdi akalar. Xo'p, bularchi? Nechtasi? Ikkovi. Xolasi ikkovi aka, xolasi to'rog'i qo'yamiz aka. Xo'p. Jonivorlar. Mana akalar. Mana bo'yinlarni, ko'ngli orqalarini. Jonivor. Ha, piyolarga ham e'tibor beringlar. Ikkovi akalar, yirilashyapti mollar. Bular xudo xolasa ikkovi ham shved oldi. Bu ham shu. Paroda Qirg'iziston paroda akalar mana. Mana uni bilkasi yo'q ekan, bilmayman endi. Lekin mana bu bilkalari bilan. Bu mesni ekan, Bu mesnimi bu? Mesni, mesni. Mana hozir ikkovi ham mesni bo'ldi, mana ular, ha? Yo'q. Uni nari qirg'iz. Yo'q, mana uni, mana ikkovi. Sarig'i bilan bunisi mesni. Bu mesni. Uni gibrid buqa. Uni gibrid, bir semental bo'lgan shekilli otasi, ha, uni? Shunaqa shekilli, ha. Gibridlashgan ekan. Chiroyli bu. Mana shu mollar rasi uzunmi? Lekin mana bu qirg'iz buqalari ham damini berar ekanda bu. Rasi uzun. Bo'yinni ham qaranglar akalar. Jonivorni qarang. Xo'p, bularga nech puldan so'raylik, Qobiljon? Egoga 22 dan kami bor aka. 22 million so'mdan kami bor. Kami bor. Arzinat ichida xudo xolasa, uni ham ash xayri haliga 50 ming emas aka, kelishamiz. Asabiga tegadigan 50 ming 100 ming bo'lmaydi akalar. Chiroyli, butun qilib chiroyli qilib o'tib beradi. Kelinglar, ishinglar bitadigan joyda. Garantiya akalar 3 kun, 4 kun, 5 kun, 6 kun, 7 kun emas. 10 kundan kafolat berilyapti akalar mollarga. Hisobinglarni chiqarib kelaverasizlar. Birinchi o'rinda maslahatlashib olinglar. Mol olishdan oldin akalar, qayerga borsak aytyapmiz, kim bilan kerak bo'lsa maslahatlashib olib, keyin savdosini qilinglar. Bularni ham savdosini to'smanglar. Ketdi. Xo'p. Endi mana edi akalar, bitta nemis, bitta semental. Ikkita. Burali naslli buqalar deymiz u. Mana, nemis buqamiz akalar. Oq quloq, oq tumshuq, haqiqiy toza narsa. G'urravosh. Mana sementalimiz mana shoxlari kuydirilmagan ekan endi. Oyoqlar ham yorib oldi. Bu bo'zak bo'lsa kerak, bir ekan ekan, bu ham. Bo'zak. Jonivor. Xo'p, bir-biriga yaqinmi bularning puli? Yaqin aka, puli. Savdolashaveramizmi ikkovini? Ha, ikkovini olib jupam aytaveramiz aka. Donalab ayting, keyin jupiga ayting. Bunisini 23 kami bor aka. Xo'p, nemisga. Nemis 23 million. 23 million kami bor. Bunisini 25, ozgina kami bor aka. Sementalga 25. Ha. Xo'p, bab urug' pulda akalar, uni qaranglar. Mana. Lekin buni haligi sabr toqati katta akalarimiz hech bo'lmaganda 6-7 oy, hech bo'lmaganda bo'lmasam yillab baqadigan akalarimizga tavsiya qilamiz. Kuniga qo'shadi. Xudo xolasa kuniga o'zgaradi. Tarozi bilan sinovlarni bo'lgan akalar bu mollarga yana xudo xolasa mana sinovini qilaverasizlar. Bu ashi 1 yashardan o'tgan, narigi 1.5 yashar atrofida. Lekin kilolari taxminiy qancha chiqib qoladi, Qobiljon? Endi 300 bilan 350 da o'rtasida bo'lsa kerak menimcha aka. 300 dan ancha baland. 300 dan baland. 350 yetib olmasa kerak. 350 dan xudo xolasa jamini so'p ketmasa ham atrofida. Ashna atrofida bo'lsa kerak. Tortilmagan, endi taxmini aka. Taxmini. Xo'p, 25 ga 23 ikkovi jupi bo'ladigan bo'lsa 48 kami bor aka, ikkovi. 24 dan kami bor. 24 million so'mdan bir joyga bo'lsa ketdi. Uni ham xayri ziynati bo'ladi aka. Xo'p, gap yo'q. Endi bu tomonda aytdik. Akalar bu tomonda hammasi 1.20 ga ketdi. Plus minusi bor. O'lchab olasizlar, o'lchatib olasizlar. Kesinglar, ustida savdo qilsanglar yana ham yaxshi. Endi nariyada buqalarimiz bor, ha? Ularni ham ko'rsataylik, ma'lumotlarni beramiz akalar. Xo'p, akalar, mana bu molimiz Messi buqa ekan, shved, lekin gazi o'ta uzun. Mana shu molimiz oldingi partiyamizda yo'q. Bor edi. Rasul o'zgarish zo'r bo'lib qolibdi mana shu molda. Arvaqda bu. Arvaq edi rasul. O'ta ingichka molda akalar mana shu molimiz. Ancha topib qoldi. Ha, jonivor. Bo'lmaganda 2 million qo'shgandir o'zini puliga, to'g'rimi? Qo'shilgandir endi. Xudo xolasa. Tish yorganmi? Bo'zak. Sog'lari oqarib qolib. Bo'zak. Ana shu hali yorishdan darak ham yo'q ekan akalar. Lekin
Bo'yni ko'ryapsizlar, temirni 120 ga oldik. 125 xatarjam kelaveradi. Xo'p, buni sherigi bormi o'zimi? Buni 5 o'ni ham bitta aytaveramiz aka, xohlasa. Bo'laveradi. Bir ko'rsatib olaveraylikmi? Mana ko'rsatib yuboring. Mashina endi bitta varalaverasiz. Odiljon, orqasi mana uni ko'rsatib beraman mana. Mobilni qarang. Bunu qaraylar mana. Bitta orqasini ketdi mashina. Mobilni qaranglar. Dumba sovoribdi, Odiljon. Mana urug'li ekan mashina, rosa polvon bo'lsa. Haligi Qirg'izuqa yoki bir sementalonu germanlarda abat tekshirib olar ekan ham oldi ham unga. Parlab olar ekan. Haligi yaxshi mol emas deganiga. Mollar yıkanman bitta. Jonivor. Mana akalar, mana yelkani qaranglar endi. Bu yelkani akalar. Xudo xolasa tuxummas, karam qo'ysa ham, to'p qo'ysa ham turadigan bo'lib ketibdi. Mana bunlar. Mana. Tuyoqlar hammasi shot. Tuyoqlari o'sgani yo'q aka, xudo xolasa. O'sgani yo'q. Bu ham Qirg'izbuqa. Ularni o'zi oz qopti shekilli-a, ko'pib ketdi. Hozir 3 oy vaqtda tayyorlab xudo xolasa aka. 3 oyda aytgan kilolari chiqaveradi. Hozir ham bular hammasi 350 kilodan oshiq, 400 kilo yo'llarda keladi menimcha. Qanaqa? 400 kilo kilo. ham 400 kilo yetib keladi. 350 kilodan ancha oshiq 5 oy. To'g'ri. Uni 400 kilo kelaversa kerak, bemalol. Mana jonivor. Xo'p, akalar, aytib o'tganimizdek 125 ta atrofida kilolar 400 kilo plus minusi bo'lishi mumkin deyapti. Plusi ham bor, buning ichida endi minusi ham bor. Qo'yasi yo'q 400 kilo plus minus. Xo'p, 5-ni bir joyda oldim deganiga nima deymiz endi? Qobiljon bularga. 5-ni bir joyda oldim desa aka 25 dan kami bor. 25 dan. 25 milliondan kami bor. Xo'p. 25 millionga tanlab olaveradi xohlagan. 25 dan kam bor, 25 millionga tanlab olasiz. Tanlab olaveradi. 25 millionga tanlab olinglar akalar. Xo'p, arzoni necha pul endi? Arzonni ham aytib beraylik. Necha pulga chiqarib beraylik? 23,5 million so'mga chekadagini beraman. Shveddan, Qirg'iz Shved. Qirg'iz Shved beraman. 23,5 million so'mdan 25 ga dor, 25 million so'mdan o'ta chiroyli narxlarda xayrini qilib, kamini qilib akalar, vodiy bo'ylab 5-ni bir joyda olsangiz yetkazib beradi. Agar bu yerda hozir 5 ta, mana 9, 14 ta buqi bo'lyaptimi? 14 ta bo'lyapti. 14 tani bir joyda oldim deydigan odam bo'lsa, qaygacha yetkazib beramiz, necha puldan yetkazib beramiz agar hisob chiqsa? 22 million so'mdan aka qo'yoqchi O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Uni ham kami xayri bo'ladi. Kami bor aka, xayrini aytib beramiz. 22 million so'mdan bo'lsa ketdi O'zbekiston bo'yicha. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi qilib beramiz aka. Endi bitta narsa, narxni men maqtamayman, tevarak atrofiga bitta solishtirsin. Ha, solishtirib ko'raveradi. Kommentariyada fikrni yozib qo'yaversin. Bo'laveradi. Ha? Nimaga akalar? Bular dehqonchilik mollar bo'ldi. Salkam akalar. Aytdim-ku, bu yerda eng kech kelgan mollar bir hafta 10 kun bo'lgandir. Eng kech. Bir oydan oshiq bo'ldi. Eng oxirgi semental bir 2 hafta bo'ldi aka kelganiga bitta. Qolgani hammasi. Eng yangi molingizga 2 hafta bo'ldi. Ha, asha bitta ash xolos, qolgani hammasi turgan mollar. Ha, gap yo'q. Akalar mana. Hali dehqonidan chiqar. Akalar dehqonidan faqat aytyapmiz mana. O'zi videolarimizni kuzatib keladigan akalarimiz yaxshi bilishadi. 1 oy, 1,5 oy shunaqa atrofida bir YouTube portlatadi, bir soatda yana to'plab chiroyli mollarni yig'ib yana bir chiqarib qo'yadi. Qobiljonda. Xo'p, Qobiljon bugunga mana shu mollar. Mana akam o aka 39 qo'ydik-a. Aha. 38 million so'mga beraveraman aka olsin aka. Kamini ham aytib qo'ydingiz. Ha, hali oldi qo'yishdimi? 19 dan ketdi. 19 million so'mdan ketdi. Nargisini yetib pastroq bo'lsin, yetib balandroq aka. Plus minus qo'yib ketaveradi. 500 ming so'm yo'q aka o. Agar bitta olaman desa. Ha, bitta olsa ham. Bitta olsa ham 500 ming so'm nargis arzonroq, 500 ming bunisi qimmatroq. Uni qarang, kvadrat bo'pti mana mana. Bunisi yetib balandroq. Zo'r bo'pti. Akalar, endi mono o'zini olsangiz 500 ming qimmatiga olasiz. Mono olsangiz akalar, mana 18,5, bu 19,5. Bir joyda bo'lsa 19 dan 38 millionga akalar uylarga kirib boradi. Xo'p, akalar 14 ta buqa sotuvga qo'yildi. Xudo xolasa 300 kilodan 420 kiloga dor, 430 kiloga dor bo'lgan buqa bor emas edi, ha? Qo'yoq suyug'i. Endi hisobni o'zingizlar chiqaringlar. Barakasini xudo xolasa kelib ustida qilinglar. Sababi hech kim og'rinmaydi. Uyga borgandan keyin men katta ko'rdim yoki kichkina ko'rdim degan gap so'zlar bo'lmaydi. Endi musofirdamisiz? Yaxshi yuzdanmi yo bir tanishingiz mashinalarni jo'natinglar, kelib ustida savdo qilib ketsa yana ham yaxshi.
Manzilni qaytarib beraman akalar. Andijon viloyati Asaka tumani Axtachidamiz. Axtachini qayerida? Sement baza yoki bir ko'mir baza deb kelishaveradi. Yo'lda 500 metr keladi aka. Katta yo'l. Mana hozir yo'lda bo'yda katta sanoat zonalar qurilib ketdi hozir ham. Sanoat zonalari oldiga kelsanglar, topib olish juda ham oson joydamiz akalar. Lakastasini Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Akalar, mehnat uchun like bosinglar, kommentariyada fikrlar bo'lsa qoldiramiz.